Salom aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizga shunchaki qimmatli emas, balki hayotiy muhim ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu video har biringizga tegishli. Chunki unda pulingiz bekorga qolib ketmasligi uchun nimalarni bilishingiz kerakligi haqida so'z boradi. Hozirgi zamonda agar siz bitta muhim narsani tushunmasangiz va tegishli qog'ozlarga ega bo'lmasangiz, pulingiz shunchaki kelmasligi, bank hisobingizda muzlatib qo'yilishi yoki umuman boshqa muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va bu video siz uchun juda foydali bo'lishiga ishonaman. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizni yangi, foydali materiallar tayyorlashga undaydi. Muammo markazi qadimdan bizning jamiyatimizda, ayniqsa O'zbekistonda pul ishlari ko'pincha rasmiyatchiliklarsiz, oddiy naqd usulda hal qilinardi. Katta kichik savdo-sotiq, xizmat ko'rsatish, hatto mulk oldi-sotdi operatsiyalari ham ko'pincha qo'lga pul berish tamoyili asosida amalga oshirilardi. Odamlar bir-birlariga ishonch asosida ish ko'rishardi. Ko'p narsalar og'zaki kelishuv bilan hal bo'lardi. Banklar esa asosan maosh to'lash va kommunal to'lovlar uchun ishlatilardi. Soliq idoralari ham hamma narsani to'liq nazorat qilish imkoniyatiga ega emas edi. Bu an'ana juda uzoq vaqt davomida odatiy hol edi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Global miqyosda va mamlakatimizda ham iqtisodiyotni raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish, xususan pul yuvishga qarshi kurash amaga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (CFT) qoidalari tobora kuchayib bormoqda. Endi har bir bank tranzaksiyasi, har bir katta pul o'tkazmasi diqqat bilan kuzatiladi. Soliq organlari bank tizimi bilan integratsiyalashgan holda ishlayapti. Bu esa avvallari ko'rinmas bo'lgan har qanday pul oqimini aniqlash imkonini beradi. Natijada sizning shaxsiy kartangizga kelib tushgan har qanday katta summa yoki sizning nomingizga o'tkazilayotgan millionlab pullar endi shuba ostida qolishi mumkin. Avvalgidek bu mening pulim, nima qilsam o'zim bilaman degan tushuncha endi eskirdi. Banklar sizdan bu pulning manbasini isbotlashni talab qilishi mumkin va agar sizda tegishli hujjatlar bo'lmasa, pulingizni olish yoki undan foydalanish katta muammoga aylanishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki zamonaviy iqtisodiy voqelikning qat'iy talabidir. Endi biz aynan qaysi holatlarda qanday hujjatlar zarurligini chuqur tahlil qilamiz. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas. Har birimiz hayotimizda pul bilan bog'liq vaziyatlarga duch kelamiz. Ba'zan bu oddiy maosh, ba'zan esa katta miqdordagi daromad yoki tranzaksiya bo'lishi mumkin. Hozirda banklar, soliq idoralari va boshqa nazorat organlari moliyaviy oqimlarni juda sinchkovlik bilan tekshirmoqda. Kichik biznes egalari va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun muhim hujjatlar kim xavotir olishi kerak? O'z faoliyatini rasmiylashtirmagan. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor, YTT yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat, MC sifatida ro'yxatdan o'tmagan, lekin doimiy ravishda daromad topuvchi har bir shaxs. Masalan, frilanserlar, kichik do'kon egalari, uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar, ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotuvchilar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Rasmiy ish joyiga ega bo'lib, oylik maoshini bank kartasiga oladiganlar, ish beruvchi soliqni o'zi to'laydi. Yoki faqatgina bir martalik kichik miqdordagi shaxsiy pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchilar. Misollar: holat 1: frilanserning puli bloklanishi. Tasavvur qiling, siz ajoyib web dizayner yoki dasturchisiz. O'zbekistondagi yoki xorijdagi mijozlarga xizmat ko'rsatasiz. Shu kungacha hech qanday rasmiyatchiliklarsiz ishlagansiz. Barcha to'lovlarni shaxsiy bank kartangizga qabul qilib kelgansiz. Oyiga 11 million so'm yoki undan ko'proq pul kelib tushadi. Bir kuni bir katta loyiha uchun sizga bir yo'la 1,5 million so'm kelib tushadi. Oradan 2 kun o'tib bank kartangiz bloklanadi. Siz bankka murojaat qilsangiz, ular sizdan bu pulning manbasini, kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar, xususan sizning faoliyatingiz rasmiylashtirilganligi haqida guvohnoma va mijoz bilan tuzilgan shartnomani so'rashadi. Sizda esa na YTT guvohnomasina shartnoma mavjud. Sizning pulingiz bankda muzlatib qo'yiladi. Siz bankka har qancha tushuntirmang, ular rasmiy hujjatlarni talab qilishadi. Natijada siz na pulingizni ola olasiz, na bank xizmatlaridan foydalana olasiz. Ba'zi hollarda bu masala soliq idoralariga ham oshkor bo'lib, sizga noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun jarima solinishi ham mumkin. Mana shu yerda sizning pulingiz hech qanday hujjatlarsiz kelmasligi yoki kelgan puldan foydalana olmasligingiz aniq namoyon bo'ladi. Zarur hujjatlar:
yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomasi yoki MSH ro'yxatdan o'tganligi haqidagi hujjatlar, mijozlar bilan tuzilgan xizmat ko'rsatish shartnomalari, hisob fakturalar agar yuridik shaxslar bilan ishlasangiz, soliq hisobotlari va to'lov kvitansiyalari. Holat 2. Kichik do'kon egasining muammolari. Dehqon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan kichik do'koningiz bor. Do'konni rasman ochmagansiz, VTT sifatida ham ro'yxatdan o'tmagansiz. Hamma to'lovlarni naqd qabul qilasiz yoki ba'zi mijozlar sizning shaxsiy kartangizga o'tkazishadi. Har kuni kartangizga 2 million so'm kelib tushadi. Bir necha oydan so'ng bank sizning kartangizdagi g'ayrioddiy harakatlarni sezib, sizdan ushbu pul oqimining manbasini tushuntirishni so'raydi. Sizning rasmiy faoliyatingiz yo'qligi sababli. Siz bankka hech qanday tasdiqlovchi hujjat taqdim eta olmaysiz. Oqibatda bank sizning hisobingizni bloklab qo'yishi va hatto soliq qo'mitasiga xabar berishi mumkin. Soliq idorasi tekshiruv o'tkazib, sizni noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlikda ayblab, katta jarima solishi, shuningdek to'lanmagan soliqlar uchun ham javobgarlikka tortishi mumkin. Bu jarimalar sizning bir necha oylik daromadingizdan ham oshib ketishi ehtimolidan yiroq emas. Ikki katta pul o'tkazmalari va mulk oldi sotdi operatsiyalari kim xavotir olishi kerak? Katta miqdordagi pulni masalan 1 million so'mdan ortiq qabul qilmoqchi bo'lganlar mulkini uy, kvartira, avtomobil, yer sotish orqali pul olmoqchi bo'lganlar yoki katta miqdordagi mablag'ni chet eldan qabul qiluvchilar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Oddiy maishiy xarajatlar uchun kichik miqdordagi o'tkazmalar, masalan 5 million so'mgacha do'stlarga qarz berish olish, lekin doimiy ravishda katta summalarda emas. Misollar, holat 3 kvartira sotuvi. Siz o'z kvartirangizni 5 million so'mga sotdingiz. Xaridor pulni sizning bank hisobingizga o'tkazmoqchi. Notarial idorada shartnoma imzolandi, kvartira rasman sizdan xaridor nomiga o'tdi. Pulni kutayotganingizda bank sizga qo'ng'iroq qilib, sizning hisobingizga kelib tushgan katta summaning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydi. Sizda kvartiraning oldi sotdi shartnomasi va kadastr hujjatlari bor. Bu hujjatlar sizning ushbu pulni qonuniy asosda qabul qilganingizni isbotlaydi. Shu tufayli pulingiz muammosiz hisobingizga tushadi va siz undan foydalana olasiz. Lekin tasavvur qiling, siz kvartirangizni notarial tasdiqlanmagan qora shartnoma bilan, ya'ni rasmiyatchiliklarsiz sotgan bo'lsangiz yoki pul kelib tushganda, sizda mulkning sizga tegishligi yoki uning oldi sotdi bo'yicha hech qanday rasmiy hujjat bo'lmasa, bunday holatda bank sizning pulingizni muzlatib qo'yishi va uni shubhali tranzaksiya sifatida baholashi mumkin. Oqibatda siz na pulingizni ola olasiz, na unga tegina olasiz. Masala yechilishi uchun ko'p vaqt va asab talab qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizda mulk borligi haqidagi hujjatlar va uning oldi sotdi shartnomasi kabi qog'ozlarsiz. Sizning katta pulingiz, garchi u sizniki bo'lsa ham, sizga kelmaydi. Zarur hujjatlar, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi kadastr hujjatlari, oldi sotdi shartnomalari, notarial tasdiqlangan. Merosga oid guvohnoma agar mulk meros bo'lsa, hadyaning notarial tasdiqlangan shartnomasi agar pul hadya tariqasida kelgan bo'lsa, oldingi daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar katta summani avvaldan yig'gan bo'lsangiz, masalan, ish haqi, dividendlar, avvalgi mulk sotuvidan tushgan pul. Holatda chet eldan pul o'tkazmasi. O'g'lingiz chet elda ishlaydi va sizga operatsiya uchun 1 million so'm yubordi. Pul bank orqali keldi. Lekin siz uni olishga borganingizda, bank sizdan bu pulning manbasini va maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydi. Sizda hech qanday shartnoma yo'q. Agar o'g'lingizdan sizga yuborilgan pul shaxsiy yordam yoki qarindoshlik yordami sifatida yuborilgan bo'lsa, bank sizdan uning chet elda qonuniy daromad topganini tasdiqlovchi hujjat, ish haqi varaqasi, ish shartnomasi va o'g'lingiz bilan qarindoshlik rishtangizni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma so'rashi mumkin. Agar siz bu hujjatlarni taqdim eta olmasangiz, pulni olishda qiyinchiliklarga duch kelasiz. Pul bankda muzlatib qo'yilishi mumkin. Hatto pul yuvish shubhasiga ham tushishi mumkin. Zarur hujjatlar, yuboruvchining chet eldagi daromadini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi varaqasi, ish shartnomasi, soliq deklaratsiyasi. Qarindoshlik rishtalarini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi. Agar pul qarz sifatida kelgan bo'lsa, qarz shartnomasi. Agar pul tovar yoki xizmat uchun bo'lsa, shartnoma va hisob fakturalar. Uch banklar va pul yuvishga qarshi qoidalar AML safety bu butun dunyoda banklarning majburiyatidir. Banklar mijozlarning tranzaksiyalarini kuzatib boradi
va g'ayrioddiy harakatlar aniqlanganda mijozdan tushuntirish va tasdiqlovchi hujjatlar talab qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Bank hisoblarida katta muntazam, tushunarsiz pul oqimlari kuzatiladigan har qanday shaxs. Masalan, bir necha oy davomida har hafta 20-30 million so'mdan ortiq pul tushadigan, lekin rasmiy faoliyati yo'q shaxs. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Oylik maoshini olib kundalik ehtiyojlar uchun sarflaydigan, katta tranzaksiyalarni amalga oshirmaydigan oddiy fuqarolar. Misol, holat 5. Noqonuniy pochta orqali pul o'tkazmasi. Siz chet eldan keladigan pullarni noqonuniy pochta orqali, ya'ni bank tizimidan tashqari yo'llar bilan qabul qilasiz. Bu juda xavfli. Sizning hisobingizga noma'lum shaxslardan muntazam ravishda kichik summalarda pul kelib tushadi. Keyin siz bu pullarni boshqa shaxslarga o'tkazasiz. Bank bu kabi harakatlarni darhol payqaydi. Chunki bu pul yuvish sxemasining tipik belgisidir. Natijada sizning hisobingiz bloklanadi, pullaringiz muzlatiladi va bank sizni huquq tartibot idoralariga topshirishi mumkin. Bunday holatda sizning pullaringiz nafaqat sizga kelmaydi, balki siz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz ham mumkin. Sizda ushbu pullarning manbasini va maqsadini isbotlovchi hech qanday hujjat bo'lmaydi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hamma qoidadan istisnolar bo'lgani kabi moliyaviy nazorat tizimida ham ba'zi nuanslar mavjud. Istisnolar kimlarga kamroq xavotirlanish kerak? Rasmiy ishga joylashganlar. Agar siz rasmiy shartnoma asosida ishlasangiz va ish haqingiz bank kartangizga kelib tushsa, sizga deyarli hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Chunki sizning ish beruvchingiz barcha soliq va yig'imlarni to'laydi va sizning daromadingiz qonuniy hisoblanadi. Banklar va soliq idoralari bu ma'lumotlarga ega. 2. Pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Pensiya va nafaqalar ham davlat tomonidan beriladigan rasmiy to'lovlar bo'lib, ular ham hujjat talab qilmasdan kartangizga kelib tushadi. 3. Kichik maishiy pul o'tkazmalari, do'stingizga 1000 so'm qarz berish yoki farzandingizga 200 ming so'm yuborish kabi kichik miqdordagi shaxsiy o'tkazmalar odatda nazoratga olinmaydi. Ammo bu muntazam va katta summada bo'lmasligi kerak. Agar har kuni bir xil odamdan bir xil summadagi pul tushsa, bu ham shubha uyg'otishi mumkin. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar. Biri pochta yoki pul yuvish sxemalaridan uzoqroq turing. Yuqorida aytib o'tganimdek. Chet eldan kelgan pullarni bank tizimini chetlab o'tib, noqonuniy pochta orqali olish juda xavfli. Ba'zi odamlar bank kartasini pul qabul qilib berish uchun berib turadi. Bu jinoiy faoliyatga yordam berish hisoblanadi va siz og'ir oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Kartangizni boshqalarga bermang, noma'lum shaxslardan pul qabul qilmang va hech kimning nomiga o'tkazmang. Bank talablarini e'tiborsiz qoldirmang. Agar bank sizdan pul manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rasa, ularni zudlik bilan taqdim eting. Vaqtim yo'q, keyinroq beraman deb kechiktirsangiz, hisobingiz bloklanishi yoki undan ham jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Banklar o'z talablariga juda jiddiy qaraydi. Shaxsiy kartani biznes uchun ishlatish bu eng keng tarqalgan xato. Ko'pchilik o'z biznesini rasmiylashtirmay, shaxsiy kartasiga to'lov qabul qilaveradi. Banklar endi shaxsiy va biznes tranzaksiyalarini farqlay oladi. Sizning kartangizga muntazam kelib tushadigan katta summalar bank tomonidan tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad sifatida baholanadi. Bu esa sizning soliq to'lashdan bo'yni tovlaganingizni anglatadi. Natijada kartangiz bloklanishi, soliq idorasiga xabar berilishi va sizga jarima solinishi mumkin. Har doim biznes uchun alohida korporativ karta yoki tadbirkorlik uchun ochilgan bank hisob raqamidan foydalaning. Data, soliq rejimlarini tushunmaslik, YTT yoki MSJ sifatida ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz qaysi soliq rejimida ishlashni tanlaganingizni bilishingiz kerak. Masalan, jismoniy shaxslar uchun eng qulay soliq rejimlaridan biri o'zini o'zi band qilish yoki YTT uchun aylanmadan soliq to'lash. Agar siz o'z soliq majburiyatlaringizni tushunmasangiz va ularni bajarmasangiz, bu ham kelajakda pul bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. 5. Daromadni yashirishga urinish. Ba'zi odamlar daromadlarini bir nechta odamning hisobiga bo'lib o'tkazish, turli usullar bilan yashirishga urinadi. Hozirgi zamonda bu juda xavfli va samarasiz. Soliq idoralari va banklar ma'lumot almashadi. Erta yoki kech bunday urinishlar fosh bo'ladi va oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Jarimalar, bank hisoblarining bloklanishi va hatto jinoiy javobgarlik ehtimoli bor. Noaniq nuanslar, bir banklarning ichki qoidalari, har bir bankning o'z ichki siyosati
va nazorat qilish chegaralari bor. Bir bank 1 million so'mni so'roqsiz o'tkazishi mumkin bo'lsa, boshqa bank 30 million so'mdan keyin ham hujjat talab qilishi mumkin. Bu shuni anglatadi. Siz doimiy ishlaydigan bankning qoidalarini bilishingiz va ularning talablariga rioya qilishingiz kerak. 2. Yangi qonunlar va tartiblar. Moliyaviy sektor doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yangi qonunlar, qarorlar va tartiblar doimiy ravishda joriy qilinadi. Masalan, yaqin kelajakda jismoniy shaxslarning daromadlarini deklaratsiyalash tartibi yanada kuchaytirilishi mumkin. Bunday o'zgarishlardan xabardor bo'lish juda muhim. Soliq.uz saytini kuzatib borish yoki malakali buxgalter, yurist maslahatini olish foydadan xoli emas. 30. Jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi farq. Jismoniy shaxslarning kartasiga yuridik shaxsdan kelgan katta pul o'tkazmalari har doim ham shubha ostiga olinadi. Ayniqsa boshqa to'lovlar yoki moddiy yordam kabi noaniq maqsadlar ko'rsatilsa, agar yuridik shaxs sizga to'lov qilsa, bu xizmat uchun bo'lsa, sizda ITT MSH hujjatingiz, shartnoma, hisob, faktura bo'lishi shart. Agar maosh bo'lsa, bu boshqa masala. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz. Pulingiz bilan bog'liq muammolarga duch kelmaslik uchun aniq qadamlar. 1. Daromadingizni rasmiylashtiring. Agar siz muntazam ravishda tovar sotish yoki xizmat ko'rsatish orqali pul topsangiz, ITT yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon hozirda juda soddalashtirilgan. Soliq qo'mitasining Mi soliq portali orqali bir necha daqiqada onlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar sizning faoliyatingiz kengroq ko'lamli bo'lsa yoki jamoa bilan ishlasangiz, MSJ mas'uliyati cheklangan jamiyat ochishni o'ylab ko'ring. Bu biroz murakkabroq, lekin uzoq muddatda ko'plab afzalliklarga ega. Kimlar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni Soliq.uz saytidan o'rganing. Bu ham daromadingizni qonuniylashtirishning eng sodda va arzon usullaridan biridir. 2. Bank hisoblarini ajrating. Shaxsiy bank kartangizni shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlating. Tadbirkorlik faoliyatingizdan tushgan pullar uchun alohida hisob raqami, korporativ karta oching. ITT yoki MSH sifatida ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng bankda tadbirkorlik uchun hisob raqami ochishingiz shart. Bu sizni kelajakdagi soliq va bank muammolaridan himoya qiladi. Barcha hujjatlarni saqlang. Har bir muhim tranzaksiya uchun old-sotdi, xizmat ko'rsatish, katta qarz shartnoma tuzing. Barcha cheklar, kvitansiyalar, hisob fakturalar va to'lov buyruqnomalarini saqlab qo'ying. Hatto kichik ko'rinadigan qog'oz ham kelajakda pulingizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Agar sizga chet eldan pul kelib tushsa, yuboruvchining ish haqi varaqasi, ish shartnomasi va siz bilan qarindoshlik rishtasini tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini olib qo'ying. 4. Katta tranzaksiyalarga oldindan tayyorlaning. Agar siz mulk sotsangiz yoki yirik summani qabul qilsangiz, bank hujjat so'ramasdan oldin pulning manbasini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni, mulk hujjati, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va hokazo tayyorlab qo'ying. Bu jarayonni tezlashtiradi va muammolarning oldini oladi. 5. Mutaxassislar bilan maslahatlashing. Agar sizning moliyaviy ishlaringiz murakkab bo'lsa yoki qandaydir savollaringiz bo'lsa, malakali soliq maslahatchisi yoki yurist bilan maslahatlashing. Ularning maslahatlari kelajakda katta xatolardan saqlanishga yordam beradi va pulingiz xavfsizligini ta'minlaydi. O'zingiz ishlayotgan bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilib, ular qanday holatlarda qanday hujjatlar talab qilishini oldindan bilib oling. 6. Qonunchilik yangiliklardan xabardor bo'ling. Soliq qonunchiligi va bank tartib qoidalari muntazam ravishda o'zgarib turadi. Soliq qo'mitasi veb-sayti, Soliq.uz va boshqa rasmiy manbalarni kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizga bu borada muntazam ravishda ma'lumot berib boradi. Xulosa aziz do'stlar, umid qilamanki bugungi videomiz sizga juda muhim tushunchalarni berdi. Zamonaviy moliyaviy dunyoda shaffoflik va rasmiylashtirishga intilish tobora kuchayib bormoqda. Sizning pulingiz xavfsiz bo'lishi va sizga muammosiz yetib kelishi uchun tegishli hujjatlarga ega bo'lish shart. Bu endi majburiyat emas, balki shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlashning muhim qismidir. Esingizda tursin. Pul kelmasligi yoki kelgan puldan foydalana olmasligingiz ko'pincha sizda zarur hujjatlar yo'qligi bilan bog'liq bo'ladi. Oldindan tayyorlanish, qoidalarga rioya qilish va rasmiyatchilikni e'tiborsiz qoldirmaslik sizning moliyaviy osoyishtaligingiz garovidir. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz qanday moliyaviy muammolarga duch kelgansiz?
kelgusida qaysi mavzularni yoritishimizni istardingiz? Videoga like bosishni va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha